Yigitim yig'lab turib telefon qildi. Nimaga telefon qildilar? Mashinasini uribdi-da. O'zlari hal qilsa bo'lmaydimi? Hozirgi bolalar bilasiz-ku. Faqat qizlardan yordam kutadi. To'g'ri, lekin hammasi ham emas. Bu Qancha vaqt qolasiz? hozir men sizga aytaman. Tilalaringiz probasi 585 ekan. Hop. Bitta mana bunda tosh bilan bu yerda prujinasi bor. Bular minus bo'ladi. Buni tosh prujinasi bo'lgani uchun 980 mingdan olib qolaman. 476 bo'lsa 07 minus bo'ladi. 980 mingdan 3 ming chiqyapti. Tekis 4 million deb hisoblasak ham. Bularingiz holati yaxshi, bukilmagan, ezilmagan. Bularni izzel sifatida hisoblaymiz. 404 gram chiqyapti, gramini 1 milliondan. 9 million 40 ming so'm bor. Boyaga 4 millionni qo'shib olsak, 13 million 40 ming so'm bo'lyapti. Ozgina qo'shasizmi? Qimmatroq oladi deb kelgandim-da men. Instagramdanmi? Da, Instagramdan ko'rib keldim. Bo'ldi, Instagramdan kelgan bo'lsangiz, 10,5 million qilib beramiz. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, faqat so'mda beramiz. Bo'ldi. Bu yerda 10 million, yana 3 million 500 ming so'm sizga sanab beraman. Bu 3 million 500 ming so'm. Общий 13 million 500 ming so'm bo'lyapti. Agar mana shunaqa yaxshi tillalaringiz bo'lsa, olib kelavering. Lekin tilla sotish bo'yicha tanlashda adashmabsiz. Oldroq kelsam bo'lar ekan, rosa ko'p tillalar sotgandim. Bo'ldi, bemalol olib kelavering. Lom sifatida olmaymiz, izdela bo'lsa, izdela sifatida ham olamiz. Bo'ldi, xo'p. Sog' bo'ling.